Vitamin B12 yetishmasa nima bo'ladi? Organizmda vitamin B12 yetishmasa, demak kelib chiqadi, birinchi o'rinda anemiya kelib chiqadi, ya'ni kamqonlilik. Nima uchun? Chunki vitamin B12 suyak ko'magida, qon hujayralari ishlab chiqarilishida, ya'ni bo'linishida katta ahamiyati bor. Ya'ni ularning DNK o'tmishdoshi sintezida qatnashadi asosiy faktor bo'lib. Agar vitamin B12 yetishmasa, demak shakl elementlar bo'linishi kamayadi va natijada kelib chiqadi anemiya. Ikkinchisi gamma sistein, organizmdagi gamma sistein miqdorining ko'payib ketishi. Ya'ni vitamin B12 organizmda gamma sistein degan moddani konsentratsiyasini kamaytirib turadi. Agarda gamma sistein miqdori organizmda ko'payib ketadigan bo'lsa, qon tomirlarimizni endoteliyasini zararlab qo'yadi va zararlangan endoteliy, ya'ni qon tomirlar endoteliyasi zararlangandan keyin shu zararlangan joylarda xolesterin o'tirib qoladi. Xolesterin o'tirgandan keyin esa tomirlarda ateroskleroz kelib chiqadi. Ateroskleroz natijasida esa gipertoniya kasalligi, yurakda infarkt xavfi yoki bosh miya insult xavfi oshadi. Undan keyingisi demak organizmda metil malanil kislota miqdorini kamaytirib turadi vitamin B12. Metil malanil kislota miqdori agarda organizmda oshib ketadigan bo'lsa, neyronlarimizning miyelin qavatida o'tirib qoladi. Ya'ni vitamin B12 yetishmasligi natijasida o'tirib qoladi metil malanil kislota va mana shu miyelin qavatimiz yemiradi. Natijada miyelin qavatimiz yemirilgandan keyin nerv sistemasida impulslar o'tkazuvchanligi buziladi. Vitamin B12 qayerdan kirib keladi? Vitamin B12 tashqi muhitdan, oziq-ovqatlardan kirib keladi. Asosan vitamin B12 demak go'sht mahsulotlarida va sut mahsulotlarida uchraydi. Agar bolalarimizda go'sht va sut mahsulotlarini kam iste'mol qiladigan bolalarda asosan uchraydi vitamin B12 tanqisligi yoki bo'lmasa vegetarianlarda uchraydi. Oziq modda bilan vitamin B12 kirib kelgandan keyin sut yoki go'sht mahsulotlari bilan oshqozonga boradi va pepsinogen yordamida ovqatdagi vitamin B12 ajratib olinadi, ya'ni kobalamin ajratib olinadi va oshqozonni parital hujayralarida kasl omili ishlab chiqariladi. Bu faqatgina o'sha vitamin B12, ya'ni kobalaminni taniydigan mahsulot, ya'ni modda hisoblanadi. Bu o'sha kobalaminni biriktirgandan keyin ichaklarga olib boradi va ichaklarda so'rilishini ta'minlab beradi. Oshqozonda atrofik gastritlarmi, oshqozon osti bezi kasalliklarida yoki ichakdagi muammolarda ba'zida hozir ommalashayotgan o'sha tana massasini kamaytirish uchun oshqozonda rezeksiya o'tkazilyapti. Mana shunaqa operativ muolajalardan keyin ko'proq uchraydi vitamin B12 tanqisligi sindromi.